Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Haqqillaq o'zimizni oddiy jo'jalarimiz sotuvda, o'rdaklar, o'rdak jo'jalarimiz. Bu o'rdak jo'jalarimizdan hozir 3 kunlik bo'ldi. 260 dona bor. Bugungi sana 26-mart 2025-yil. Bemalol kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Hop, egasini nomerini pastga, videoni pastga qo'yib qo'yaman. Narxini aytmayapsizlar demanglar iltimos. Chunki bu reklamadagi narsa bo'lganligi uchun, reklama qilib bering deb odamlar chiqqanligi uchun narxini qo'ymayman degani sababli narxini qo'ymayapmiz. Pastda nomerlari bor, WhatsApp, Telegramlari bor. Bemalol telefon qilib gaplashib netsalaring bo'laveradi. O'zlaringga kerakli, o'zlaringga qanaqa narx to'g'ri kelsa shu narxda aytinglar. Bu akaga to'g'ri keladigan bo'lsa beradi, bo'lmasa yo'q. Endi shunaqa bo'ladi savdo. Agar o'zimizning firmadan chiqqan narsalar bo'lsa, o'zimizning firmadagi mahsulotlar bo'lsa, ularning narxini aytib o'tyapmiz qolgan videolarimizda. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.